Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube kuzatuvchilari. Mana sabzi mo'ykamiz xudo xolasa tayyor bo'lishga yaqin turibdi. Bu stanogimiz Oltiariq tumaniga. Mana ko'rishlaring mumkin. Mana bu sabzini soladigan joyimiz. Mana bu ichkari tarafi. Mana e'tibor bersalaring ichkari tarafda bironta bo'lutni qatirish uchun teshilgan joyi yo'q. Stanogimiz. Keyin bu stanogimiz через reduktor orqali ishlaydi. Mana bizda bu stanogimizda zvyozdichka orqali sep qo'yiladi. Bu hali diska emas, bu sep ishqalanadigan holat yo'q. O'sha mana shu ko'rinib turgan katta zvyozdichkaga ilinadi sep. Stanogimiz mana ko'rishlaring mumkin. O'ta balansi, o'ta zo'r balansi. Haligi turbadan kesib tayyorlanay turgan yoki bo'lmasam traktorda diskalariga tayyorlanay turgan stanoglarda bunaqangi bo'lmaydi balansi. Mana bu o'ta yengil turibdi mana. Bu apparatimizda mana ikkita balon bor. Xohlagan joylariga ko'chirib olib borish imkoniyati bor. Buni hozir tepa tarafidagi reduktori bilan xohlaganlarga dizel motor, benzinli, xohlaganlarga o'sha elektrichеский variantda qilib tayyorlab beriladi. Hop. Yana aytadigan bo'lsak, mana bu joyimiz ham mana pachivnikda turadigan joyi ham mana o'ta aniqlik bilan tayyorlangan kalsomiz. Stanogimiz mana sabzini olish tarafi. Bu mana bu biroz qiyshiq bo'lganligini sababi sabzi bu tomonga qarab baraban aylanganda sabzi chiqishda mana bu dugaga tegib bu tarafga qaytib tushaveradi. Endi ochilishini ko'radigan bo'lsak, mana ochilishi ham o'ta sodda. Xohlagancha ochilishi mumkin bu. Kimga shunaqangi stanok kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin.